Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Barcha maqtovlar Alloh subhanahu wa ta'ala bizga hamda salavatlar salamlar alayhi payg'ambarina hamda uning oilasina ham barcha sahobalarina. Mana iftorga ozgina vaqtda qoldi. Mashallah. Hamda bugungi so'zimni men payg'ambarning hadisi turida olib bormoqchi edim. U hadisni Imom Buxoriy keltira, Abu Hurayradan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdiki: "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-janna." Shundoqda Alloh taolada 99 ismi bor, hamda kim shu ismlarni sanab chiqqan, aytib chiqqan, shu jannatga kirgan bo'ladi. Hamda alimlar shunday sharh beradi bu hadisga, ya'ni kim shu ismlarning barcha ismlarini Allohning ismlarida yodlab chiqdi, hamda shu ismlarning ma'nosini anglab duo qildi, hamda har bir duosida so'raydigan ibirni u shu so'rovga munosib bo'lgan ism bilan Allohga chaqirdi. Ma'nosi nechik, ya'ni sen agarda o'zingni rizq so'rasang, sen shu so'rovga munosib bo'lgan ism bilan so'raysan, ya'ni Ar-Razzaq, ko'pitib rizq beruvchi yoki Ar-Raziq, rizqlantiruvchi. Ya'ni ma'nosi sen o'zingga rizq so'rasan, sen shunga to'g'ri keladigan ism bilan so'raysan Allohdan. Alloh taolo rizq beruvchi bit. Ham shunga kirasin, ya Ar-Razzaq, ya ko'pitib rizqlantiruvchi, menga rizq ber, menga ashamliq ber, menga kiyim ber. Bir narsa so'rasan, ya Al-Mu'ti. Sen bir narsa kerak ekan, sen ya Mu'ti beruvchi deb so'raysan. Yoki sen tilaysan, senda bola yo'q, sen Alloh taolo ya Al-Wahhab desin, menga bola ber. Al-Wahhab ya'ni bo'lak etib beruvchi, bo'lak beruvchi. Yoki sen o'zining gunohlaridan istig'for qilasan, sen Alloh taoladan g'afur so'raysan. Shu chaqda sen shunga munosib bo'lgan ism bilan Allohga chaqirasan. Aytasanki, ya Al-G'affar, ko'p etib g'afur etishi. Ya Al-G'afur, g'afur etishi. Meni g'afur et, mening gunohlarimni kechir. Balki sen tavba qilarga tilasang, sen shunga munosib bo'lgan ism bilan chaqirasan. Ya Tawwabur Rahim, ya ko'p etib tavba qabul etishi. Mana shu ishroqda agar biz shunday so'rovimizga to'g'ri keladigan ism bilan chaqirsak, shu barcha ismlarini yodlasak, duo qilsak, shu ismlari bilan ularning ma'nosini anglasak, biz jannatga kirgan bo'lamiz inshaalloh. Hamda shu ismlarni anglab, sening aqidangda nihoya sen kishiga borasan. Chunki sen Allohning asma va sifat degan tavhidning bir ilishin anglay boshlaysan. Ani anglagach, shu ismlar bilan sen anglaysan. Shu rizq berishi Alloh taolagina, g'afur etishi Alloh taolagina, Al-Hadi to'g'ri yo'ldan olib borishi Alloh taolagina, hidayat berishi, Al-Qawi kuchli Alloh taolagina, An-Nasir yordam etishi, jing'u berishi Alloh taolagina. Ya'ni doimiy ravishda sening yuraging Alloh taolo bilangina bayli bo'ladi. Endi Alloh taolo bilan bayli bo'lsa, aqidang nihoya borsa, shu chaqda sen faqat Alloh taolagina qo'rqa boshlaysan, sen faqatgina Alloh taolagina yo'nalasan, sen faqat Alloh taolagina qo'rqa boshlaysan. Shu chaqda musulmon tag'anda kuchliroq bo'ladi, tag'anda niqroq bo'ladi aqidasi, tag'anda axloqi yaxshiroq bo'ladi. Barcha yoqlardan da u yaxshirana borar. Hamda qardoshlar, biz shu Allohning ismlaridan g'aflatda bo'lamiz. Yara iranirman deb hali, yara uning ma'nosini anglarman hali deb o'ylay boshlaysan. Lekin bu uning ismlarining iranu ma'nosini anglaw bek muhim qardoshlar. Bek muhim. Chunki yuragimiz Allohning qoldirsa, boshqa birlariga tavakkal qilsa, u bek xotirjam bir. Hamda u bizni zaiflatadi. Qachon biz doimiy ravishda Alloh taolo bilangina bayli bo'lsak, mana shu chaqda biz kuchli bo'lamiz, hamda faqat Alloh taolodangina qo'rqarmiz. Ham shunga ko'ra men o'zimni birinchi ravishda hamda sizni mana shu ismlarni o'rganirga, ma'nosini anglarga chaqiraman. Aqulu qawli hadha va astaghfirullah li va lakum va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.